Assalomu alaykum. Bugun biz sizga трудовой договор tuzilgandan keyin qanday qilib уведомленияni yuborishlikni eng oson va eng ishonarli yo'llarini ko'rsatamiz. Buning uchun biz gosuslугаga kirishimiz kerak bo'ladi. Xizmatlar bo'limini tanlaymiz. Keyin "Прочее" yozuviga bosamiz. Keyin "Уведомление о трудовой деятельности мигрантов". Начать. Bu yerda sizning ish beruvchingiz kimligini belgilaymiz. Keyin "Полис добровольного медицинского страхования" bo'limiga o'tamiz. Ma'lumotlarimizni tekshirib chiqamiz. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, "Верно"ni bosamiz. Pasportingiz kim tomonidan berilganligini yozamiz. Siz qaysi davlatning fuqarosi bo'lsangiz, o'sha davlatni belgilaymiz. Ish beruvchining ma'lumotlarini yuklaymiz. Davom ettiramiz. Ish beruvchining telefon raqamlarini belgilaymiz. Patent va blanka seriya raqamlarini yozib chiqamiz. Davom ettiramiz. Ba'zi holatlarda MVD bazasi orqali ma'lumotlaringiz topilmasligi mumkin. Davom ettirish tugmasini bosamiz. Трудовой договор yoki гражданский yoki устный договор bo'lsa, shularni belgilaymiz va kim bo'lib ishlashligingizni, ya'ni professiyani belgilaymiz va dogovor tuzilgan vaqtni belgilaymiz. Faktически ishlayotgan joyingiz adresini belgilaymiz. Eng oxiriga tushamiz. Net kvartira tugmachasini bosamiz. Davom ettiramiz. Bu yerda meditsinskiy polisni seriya va raqamlarini yozib chiqamiz va berilgan vaqtini ham yozamiz. Davom ettiramiz. Bu yerda трудовой договорimizning yaxshi kачестводagi rasmlarini joylaymiz. Davom ettirish tugmasini bosganingizdan keyin siz qayerga уведомление yuborishingiz kerakligi haqida ma'lumotlar chiqadi. Davom ettiramiz. Bir ish kunida bizga lichniy kabinetimizga javob xati keladi. Уведомление bo'limiga o'tamiz. Bu yerda sizning уведомлениеңiz qabul qilinganligi haqida ma'lumotlar ko'rinadi. Ko'k svetga o'tsa, demak sizning уведомлениеңiz qabul qilinganligi haqida ma'lumot bo'ladi. Bu manfaatli videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying.